Xafa bo'lishning asosiy bitta sababi bor. Bu kutilmazdagi bo'lmasligi. Ya'ni bo'lgan ish siz kutgandagi bo'lmasligi. Demak, bu yerda biz o'tiramiz, nega men buni kutdim? Nega men bundan bunaqa narsa kutdim? Nega men buni yaxshilik qiladi deb o'yladim? Nega bu men to'yimga keladi deb o'yladim? Nega bu menga yordam beradi deb o'yladim? Nega bu meni sovg'amni oladi deb o'yladim? Kutilmamizni analiz qilishimiz mumkin va o'sha voqeani analiz qilishimiz mumkin. Ya'ni xafa bo'lish bizni o'zimizni yaxshilashga yordam beradi. Kutilmalarimizni to'g'rilab olamiz, hayot haqidagi tushunchalarimizni to'g'rilab olamiz. Men uni yaqin deb yurdim, ko'tarmadi. Ha, balki bu telefon ko'tarmas. Ya'ni telefon qilishni to'xtatamiz. Analiz qilsak, agar xafaligimizni biz o'zimizni to'g'rilab olishga shans bo'ladi. Endi ikkinchi tomon. Xafa qilib qo'ydik biz. Xafa bo'ldi, biz gaplashmayapti, biz bilan xo'mrayib yuribdi. Bunda boyagi uni kutganidek narsa bo'lmadi. Shuning uchun u xafa bo'ldi. Albatta o'rniga o'rin xursand qilishimiz kerak. Birinchisi albatta bu xafa bo'lish sababini bilish, ikkinchisi uzr so'rash. Bitta uzr bilan ish bitadi. Uchinchisi xursand qilib qo'yish. Sovg'adir, yaxshi so'zdir. Nimaga desa, inson sizni kimdir xursand qilgan bo'lsa, unutib yuborishingiz mumkin. Xafa qilgan bo'lsa unutmaysiz. Qiyin-da. Men o'zim ba'zan xabarlarga kecha yozaman, telefon ko'tara olmayman va o'shalar esimdan chiqib ketadi. Oddiy misolda solishtirish. Lekin kimdir agar meni xabarimga javob yozmagan bo'lsa, esimda qolib ketadi. Javob yozmadi deyman. Bilaman ish ko'p, bilaman. U bilan atletdan qilmaganini esimda qolib ketadi. Xuddi shunaqa. Esdan chiqarib uchun bir og'iz uzr bo'lsa bo'ldi. Bir og'iz uzr bo'lsa, shu o'rinda hamma javob yozmagan odamlarimdan uzr so'rayman. Telefon ko'tarmagan odamlarimdan hammasidan uzr so'rayman. Shunchaki ulgurmaganimdan, to'g'ri tushuning. Ulgurmayman xolos. Ulgursam bu Xudo xolisa harakat qilaman javob berishga. Keyingi iqtibosimiz Ryan Holiday'ni kitobidan. Daily Stoic, kunlik zohidmi? Zohidni tarjima qilsa bo'ladimi stoikka? Kunlik stoik kitobidan. Epiktetni suhbatlari. Hayotdagi eng muhim vazifa budir. Man nazorat qila oladigan va man nazorat qila olmagan ishlarni ajratib olish. Yaxshi va yomonga kelganda man o'zimni qarorlarimni ichida yaxshi va yomonlarini ajratib olish. Bu tipda juda chiroyli duo ham kelgan. Duoki bu eski Rim imperiyasiga tegishli Rim ruhoniylarining duosi ekan. Ey Xudo deydi, menga o'zgartira olmagan narsalarimni qabul qilishga kuch ber. Yoki xotirjamlik ber. O'zgartira oladigan narsalarimni o'zgartirishga jasorat ber. Va ikkalovini farqlashga hikmat ber. Biz hayotda ajratib olishimiz kerak. Nimani o'zgartira olamiz, nimani o'zgartira olmaymiz. Kimlargadir yashab turgan davlat yoqmaydi. O'zgartira oladimi? Yo'q, 30 million odamni o'zgartira olmaysiz. Juda qiyin. Agar biz haqimizda davlat haqida gap ketayotgan bo'lsa, bizni aholimiz haqida gap ketayotgan bo'lsa, 30 million odamni o'zgartira olmaysiz. Qiyin. Lekin yashab turgan joyingizni o'zgartira olasizmi? O'zgartira olasiz. Kimdir bo'yi yoqmaydi. 25 yosh, bo'yim kalta, bo'yim yoki uzun deyishi mumkin. O'zgartira olasizmi? Yo'q. Lekin shu bo'yingizni qayerda ishlatish yoki og'zon semizligingizni o'zgartira olasizmi? O'zgartira olasiz. Bu sizning qo'lingizda. Ota-onangiz yoqadi, yoqmaydi, hammada har xil. O'zgartira olasizmi? Yo'q. Mana shu odam menga yoqdi. Bugundan bu meni adam. Oy topsam bo'ldi. Yo'q, bu bunaqa ishlamaydi. O'zgartira olmaysiz. Nimani o'zgartira olasiz? Ularga bo'lgan munosabatni o'zgartira olasiz. Ularga bo'lgan muomalani o'zgartira olasiz. Ularga qiladigan yaxshiliklaringizni o'zgartira olasiz. Qobiliyatlaringizni o'zgartira olasizmi? Xotirangizni misol uchun. Xotirani yaxshilash mumkin, lekin birdaniga Buxoriyning xotirasi bo'lib qoladimi sizda? Yo'q. Lekin bir kunda necha soat mehnat qilishni o'zgartira olasizmi? Sizning qo'lingizda-ku, to'g'ri? 4 soat ishlashmi, 6 soat ishlashmi? Sizning qo'lingizda. Hayotda keladigan sinovlaringizni o'zgartira olmaysiz. Bizga emas, mana nimamda u. Kimdir vatandan judo bo'ladi. Kimdir xiyonatga uchraydi, kimdir ota-onasi voqea o'lib ketadi. Kimdir qarindoshlaridan ajralib qoladi, kimdir biznesidan ajralib qoladi. Kimdir naborot juda oson hayotda yashaydi, xarakteri rivojlanmaydi. Lekin shunga bo'lgan munosabati qanaqaligini, uni qarori ko'tarib. Bo'ldi, men xiyonat qilib ketishdi.
Hay, bularni butun umr yomonlab yuraman. Bu sizning qaroringiz. Yoki bo'ldi, men endi lekin hech kimga xiyonat qilmayman va ertaga menga kimdir xiyonat qilsa ham cho'kmagan holatga tushishga harakat qilaman. Mana bu sizning qaroringiz. Sinfdoshlaringizni ham deyarli hech kim tanlamaydi. Birinchi sinfda borasiz, sizni tanimaysiz. Sizni taniganingizda ular o'rtoq bo'lgan bo'ladi siz bilan. Lekin hozir mana shu videoni ko'rib turibsiz, demak siz qarorlaringiz bor. Endi shular bilan davom etasizmi? Gaplashishni yoki davom etmaysizmi? Keyingi safar chaqirganda borasizmi? Chaqirganda bormaysizmi? Bu sizda qaror. Bundan keyingi yo'l sizda turibdi. Mana shu ikkalovini ajratib olish kerak. Va inson mana shuni ajratish hikmat. Qo'li kuchi yetmaydigan narsasiga asabiylashish kerak emas. Qiynalib, siqilib, o'ylab yo'q. Ular bunaqada o'zi, buni qara, tepadagilarni qara, qilayotgan ishini qara, anavini artist qilayotgan ishini qara. Mana davlatda mana bunaqa narsa baraka topib ko'r. Sen ta'sir qila olmaysan unga. Ta'sir qila oladigan odamlar bor, u 100 tadan oshmaydi butun dunyo bo'yicha u odamlar. Ular bosh qotirsin. Sen nimani konkretni o'zgartira olasan? Konkretni voqealar tura olasan, ishingni yaxshiroq qila olasan. Bloging bo'lsa, o'sha yerda chiroyli narsa yoza olasan. Bir ikkita, uchta narsamga odam o'rgata olasan. Bitta ikkita ishlaringni zo'r qila olasan. Mana shularni hozir qilib tur. Keyin sekin kattalashib, kattaroq narsalar qilishni boshlaysan o'z-o'zidan. Ular haqida o'ylash kerak emas, u tashab qo'yish kerak. Yo'q, o'ylash kerak, xavotir olish kerak, siqilish kerak. Bu yaxshi emotsiya, hissiyotlarimizni baribir bekita olmaymiz, insonmiz. Lekin siqilib, o'zgartirishga harakat qilib, gapirib, yo'q. Ajratib oling. Siz nimani o'zgartira olasiz, nimani o'zgartira olmaysiz. O'zgartira oladigan narsalaringizga fokus bering. Mana shu iqtibos, bu juda eski iqtibos. Epiktet men bilmayman qachon yashagan. 3000 yil oldin yashagan bo'lsa kerak. Juda eski iqtibos, bizgacha yetib kelganiga qaraganda va mana shu Rain Holiday ham yuzlab blog postlar, o'nlab kitoblar muallifi birinchi bo'lib qo'ygan. Birinchi iqtibos qilib qo'ygan shu kitobiga. Qaraganda bu juda muhim. Chunki iqtibosning o'zida ham aytayapti. Asosiysi shu asosiy hayotdagi asosiy vazifa deyapti. Ba'zilar ajrata oladi, lekin ba'zilar savol bo'lishi mumkin. Qila oladigan va qila olmaydigan ishlarni ajratib olish uchun nima qilish kerak yoki qanday filtr qo'yish kerak? Qila oladigan va qila olmaydigan ishlarni qanaqa qilib ajratamiz? Hamma ham ajrata olmasligi mumkin. Men sizga bitta narsani aytaman, Jahongir. Ko'pchilik ajrata olmaydi. Ko'pchilik ajrata olmaydi. Odamlar ota-onasini o'zgartirmoqchi bo'ladi. Yashayotgan joyini yomonlab yuradi. O'zgartiraman deb o'ylaydi, misol uchun. Do'stlari, sinfdoshim o'zgartiraman men bularni deb aytadi. Ya'ni yelkasiga ko'tara olmagan yuklarni olganda, misol tasavvur qiling, 3-sinf bola kelyapti-da. Xo'p, mana shu endi ko'taramiz endi mana shu binoni deyapti. Balki topib popkani zo'r ko'tarib sanu deysiz-da. Popkasini aytarsa yiqilib tushadi orqaga. Popkasi og'irligidan-da. Popkani ko'tarib olgan deysiz-da, u mashinani ko'tarmoqchi bo'ladi. O'shanga bu shuning uchun Epiktet aytayapti, hikmat bu narsa deyapti. Ya'ni hammaga ham nasib qilmaydi bu narsa. Birinchi shuni bilishimiz kerak, biz hammadan kutmasligimiz kerak bu narsani. Bunda o'sha ota-onalar, dodalar, ustozlar yordam beradi. Sen bunga javobgarsan, sen bunga javobgar emassan deb olish uchun. Birinchidan men nuqta hamma ajrata olmaydi, lekin hamma qachondir erishadi, lekin bittada erishadigan narsa emas. Ha, o'sha nima? Savol nima desa? Savolnisi, xo'p, menga hayotimda menga yoqmagan narsalar bor. Va hamma hayotimda muammolar bor. Va mana shu muammolarni yechimini men bilamanmi? Oddiy savol. Bilamanmi? 2. Yechimiga meni resurslarim bormi? 3. Xohishim bormi? Orol dengizini qayta tiklamoqchisiz. Misol, muammo bizga. Xo'p, yechimini bilasizmi? Xo'p, suv quyish kerak. 5 million litr suv, tonna suv quyish kerak, 5 million tonna. Xo'p, bormi sizda shu suv? Bo'ldi. Tushundingizmi? Ya'ni xohish bo'lishi mumkin. Tushundingizmi? Xohish bo'lishi mumkin, yechimini bilishingiz ham mumkin. Lekin resursingiz yo'q. Okay. Keyingisi. Deylik siz Afrikadagi bir 3 ta och qolgan yetim bolani, qiynalayotgan bolani hayotiga yaxshilamoqchisiz. Misol uchun kompyuter olib bermoqchisiz, notebook ishlasin, pul topsin deb. Xo'p, yechimini bilasizmi? Qanaqa notebook jo'natish kerak, misol uchun
topsa bo'ladi. Ha, notebook jo'natib, o'zingiz olib berasiz bo'lmasa. Misol uchun. Xohish resurs bormi? Misol 3 ta notebookka pul $400 topsa bo'lsa kerak. Xohish bormi? Ha, qanaqa? Bormi? 3 ta Afrikada bir taniydigan bolangizga. Ha. Bo'lsa men maktabda 3 ta bola ko'rsataman, shularga olib bering birinchi. Xo'p. Demak, qarang. Demak, o'zgartira olmagan ishimiz ham, xohish ham bo'lmadi. Resursimiz ham bor 3 ta notebookka. Qanaqa qilishni ham bilamiz. Bilimiz ham bor, resursimiz ham bor, lekin xohish yo'q. Ha, yoki xohish ham bor bo'lishi mumkin, resursingiz ham bor, lekin bilmaysiz. Misol, ukangizni o'zgartirmoqchisiz. Xohishingiz bormi? Ukangizni yaxshiroq inson, jiyaningizni yaxshiroq inson qilish? Bor xohishingiz. Resursingiz bu vaqtda endi asosan o'tirib vaqt ajratish kerak. Bor. Qanaqa o'zgartirishni bilasizmi? Bilmaysiz. Demak, sizni qo'lingizda emas hozir u. Mana shu 3 tasi yig'ilgan narsa sizni qo'lingizdagi narsa. Mana shu savolni berish kerak. Men bir ishni qilmoqchiman. A, B nuqta. Magazinga chiqib, shu uyimdagi lampochkani almashtirmoqchiman. Ba'zilar shu ham doirasidan tashqarida ish ba'zilar uchun. Chunki lampochkani almashtirishni bilmaydi. Bo'ldi, uni ta'sir doirasidan tashqaridagi ish. Demak, inson ta'sir doirasini kengaytirmoqchi bo'lsa bo'lar ekan, nimani ko'paytirish kerak? 3 ta narsa. Yo bilimini ko'paytiradi, yo resursini ko'paytiradi, yo xohishini ko'paytiradi. Xohish avtomatik paydo bo'ladi resurs bilan bilim ko'payganda. O'shaning uchun biz chelak haqida birinchi gaplashdik. Chelagingizni to'ldirib yuborgansiz, boyga doirangiz, ta'sir doirangiz oshib boraveradi. Lekin hikmat bu, ta'sir doirani odam doim cho'tki his qilish kerak. Yo, men bu meni ta'sir doiramdagi ish emas. Men buni o'zgartira olmayman. Hozir emas. Bu boshqa o'zini odamlar qilsin. Meni ta'sir doiram oilam, meni ta'sir doiram do'stlarim, meni ta'sir doiram mahallam, meni ta'sir doiram meni kompaniyam, meni ta'sir doiram meni shahrim. Mana shu shaharni o'zgartira oladigan odamlar bor va biz ko'rdik o'tmishda. Toshkent shahrini 7 yil, 6 yilda juda katta o'zgarishlar qilgan insonlarni ko'rdik. Bitta ikkita insonlar o'zgartirish kiritdi shunga. Ularning ta'sir doirasida bor ekan demak. Bitta ikkita bloger gapi bilan qanaqa jiddiy ishlar bo'lib ketganini ko'rdik. Ularning ta'sir doirasida bor ekan. Demak, ta'sir doiramizda bor va yo'q ishlarni ajratib olish kerak. Va kimnidir ta'sir doirasini o'zimiz bilan adashtirib qo'yish kerak emas.